alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Mana original bilan poddelkani farqini ko'rsataman. Mana Xitoy varianti, mana bir xil Wisdomda yoziladi bunga. Boshda ajrata olmaysizlar. Lekin u yoqda ham, bu yoqda ham Xitoycha yoziladi. Originalda mana bu yoqda ginseng pipil deb yozib qo'yadi. Buni menga klientim olib chiqib berdilar, o'zi mendan olib berardilar. Buni arzonroq ko'rib olgan ekanlar internetdan. Вообще effekti bo'lmabdi. Mana ozginchasini ichganlar. Ozginchasini, lekin effekt bo'lmagan. Keyin oxiri o'zimga qilib aytdilar, shu originalni olib kelib deb, shuni olib borib berdik. Hidida ham farqi bor-da, mana buni ochib qilasanglar, bu hidi ham mana zo'r o't hidi keladi, yaxshi hid keladi. Ammo qanaqadir g'alati hid ham kelyapti.